Mahalla bizning uyimiz, bizning jamiyatimiz. Bu yerda har bir quvonch va muammoga birga yechim izlanadi. Bu istarali odam mahalla bankiri. U masofa, navbat, qiyinchilik degan so'zlarni unutishga yordam beradigan inson. Mahalla bankiri bu oddiygina bank xodimi emas, balki har bir uyga, har bir ko'ngilga yo'l topgan ishonch elchisi. Abdurahmon va Gulnora 4 yildan beri chevarchilik bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Chevarchiligimni kengaytirish maqsadida Asaka banki mahalla bankiriga murojaat qildim. Mahalla bankiri Asaka bankni tavsiya qildilar. Kredit oldik. Chevarchiligimizni kengaytirish maqsadida 2 ta tikuv mashinasi oldik, 2 ta ishchi o'rni yaratdik. Hozirda ishimiz kengaygan, yaxshi daromad bo'lyapti. Asaka bank mahalla bankiri bilan kelgusida hamkorlikda ishlab, yanada faoliyatimizni kengaytirish niyatimiz bor. U yaqin, oddiy va ishonchli. U mobil, do'stona, ko'makga shay va doimo yoningizda. Asaka bank hayotingizni yengillashtirish uchun doimo xizmatda.